Space Texnika fanatlarına salam. Kim agar may oyina prova topshirmoqchi bo'lsa, 20-23 joy bor. WhatsApp nomerlari ekranda ko'rib turibsiz. WhatsApp orqali iloji bo'lsa biz bilan bog'laning. Qiziqtirgan hamma savolingizga javob olasiz. Qisqa va lo'nda qilib bir-birimizni tushunib olamiz. Topshirish uchun kerakli bo'lgan hamma hujjatlarni sizga tayyorlab berishimiz mumkin. Perevod, pasportimiz, snilsmi yo bo'lmasam doktor qog'ozlari bo'lishi mumkin. Hammasiga yordam qilamiz. Siz faqat kelib turib bir kun imtihon topshirasiz. Ana shu kunning o'zidayoq qo'lingizga olib ketasiz. Xursand bo'lib, Nasrinani 100 qilib. Shuning uchun aka-ukalar, bu sferaga qiziqqan bolalar bo'lsa, noldan kasbingizni o'zgartirib, ya'ni hayotingizni tubdan o'zgartirib, bugun bayram deb turib kelib turib provani olib, niyat bo'lsa, prova olish, ya'ni bu yil. Bemalol biz bilan bog'laning, qo'ldan kelgancha ishga kirish yo bo'lmasa o'rganish xizmatlari hammasiga yordam qilamiz. Qiziqish bo'lsa agar sizlarda. Space Texnikada ishlayotgan hozir vatandoshlarimiz примерно qancha oylik olib turibdi Rossiya hududida. Moskvada где-то 600-650 bu yil sezoniga.